Assalomu alaykum, hurmatli guruh a'zolari. Bugun bir ma'lumotni aytib o'tmoqchi edim. Ana biz juda ko'p O'zbekistonda asosiy hududlarida asosan mana bunday urug'li uzumlar yetishtiriladi bizda. Mana Hasayin uzumi, urug'li uzum. Ichida 2 dona urug'i bo'ladi. O'rtacha narxi hozirgi kunda bu uzumlarda 15-20 ming atrofida 1 kilosi sotilyapti. Lekin jahon bozoriga qaraydigan bo'lsak, jahon bozori, Yevropa bozorlarida uzumlarni asosan urug'siz navlariga bo'lgan talab yuqori bo'lib qolyapti va urug'siz uzumlarini bozori chaqqan. Hozirgi vaqtda urug'siz uzumlarni $50, $60 atrofida Yevropa bozorlaridan kilosini olishingiz mumkin. Lekin biz O'zbekistonda ham hozirgi vaqtda urug'siz uzumlarni yetishtirishga harakat bo'lyapti. Ko'payib qoldi bizda ham chetdan kelib kelayotgan uzumlarga. Lekin mana bu o'zimizni uzumlarga bo'lgan talab hali ham ko'tarilgani yo'q. Albatta, urug'siz uzumlarni albatta men tavsiya qilaman ko'pchilikka. Uni yetishtirishni, uni ko'paytirishni tavsiya qilaman. Albatta, dehqon buni yetishtirgandan keyin albatta foyda qilishni xohlaydi. Albatta, bozorda 10 ming, 15 ming bo'lib turgan uzumni yetishtirgandan bozorda $50, $60 bo'lib turgan uzumlarni yetishtirilgan albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Lekin kaltakda ikkita uchi bor, bir uchi yaxshi bo'lsa, ikkinchi uchi yomon bo'ladi. Ya'ni yomon tomoni ham bor, yaxshi tomoni ham bor. Misol uchun mana shu urug'li uzumlarni yaxshi tomonini aytib o'taman. Urug'li uzumlarni tarkibida urug'i bo'ladi. Mana shu uzumda urug'i bor, 2 dona. Mana yeb ko'raman. Qartillayapti, urug'i bor. Urug'i. E'tibor bering. Odatda biz bu uzumni yeyotganimizda urug'i sezilib-sezilmasdan tomog'imizdan o'tib ketadi. Bilmaymiz hatto. Endi shu urug'ini iste'mol qilish juda maqsadga, urug'li uzumlarni iste'mol qilishni inson sog'ligiga juda katta foydasi bor. Ayniqsa mana ota-bobomizdan keladi. Uzum yaxshi bo'lgan yili yoshi katta insonlarda o'limi kam bo'ladi. Uzum bo'lmagan yili yoshi katta bo'lgan larda ko'pi ya'ni vafot etadilar. Deb shu endi sinovlarda bu ota-bobomiz aytib keladi. Ya'ni uzum bo'lmagan yili o'lim ko'proq bo'ladi, uzum bo'lgan yili, yaxshi arzon bo'lgan yili o'lim kam bo'ladi. Endi avvalo asli bu umrda Xudoyim o'zi hammasini o'lchab qo'ygan. Allohning o'zi hamma narsani bilguvchi, ko'rguvchi. Lekin sababini axtarishga harakat qilib ko'ramiz. Sababini, ya'ni uzumlarni urug'i tarkibida pirokatexin degan modda bo'ladi. Inson organizmida metabolizmni yaxshilab beradi. Qon aylanishni yaxshilab beradi. Mikrob, bakteriya, zamburug'larga qarshi kurashuvchi pirokatexin moddalari bor. Juda faol moddalar. Keyin mana yaqinda xitoylik olimlar topishdi. Prosianidin moddasi va uni butun dunyoga uni ekstraktlarini, hatto uni siroplarini butun dunyoga eksport qilyapti. Prosianidin moddasini. Bu odamning umrini uzaytirishda prosianidin juda katta yordam beradi. Hozirgi vaqtda xitoylik olimlar shu uzum urug'i orqali urug'idan tabletga yaratib, inson umrini 150 yilgacha uzaytirishni harakatida bo'lmoqdalar. Demak, bir tavsiya qilaman, uzumchi sifatida, bog'bon sifatida tavsiya qilaman sizlarga. Albatta, urug'i yo'q uzumlarni yetishtiring, soting. Lekin o'zingizga iste'mol qilgani esa albatta urug'i bor uzumlarni iste'mol qilishda maqsadga muvofiq hisoblanadi. Salomat bo'ling.